Assalamu alaikum. Ekran aldığınız karandaşlar. Bugün zıkkı kesilini sözleyimiz. Zıkkı kesili tutkaklık nefes dem sıkılış, nefes çıkırış karakterlik, nefes kıyılışış, kökrek çınqılış, ötel xatarlıq alametler bilan ifodalangan kasallik bo'lib, vaqtida chora qilinmasa, nefes to'xtab qilish, hatto o'lim bilan oxirlashadigan xatarli kasalliklardan biri. Ham bu kasallikni sebebi bo'lsa, bir qancha xil sabab bo'lib, asosiy sabablari shu nefes yo'li a'zolarininki yallig'lanishi. Yani bular kanaycha yallig'i, nima kana yallig'i, bodam samon bez yallig'i, burun yallig'i qatorliq kasalliklar mush kasalga bevosita sabab bo'ladi. Shu kasallikni vaqtida davolamaganda ziqqaga aylanib qoladi. Ziqqa shunda tutqoq xarakterli xatarli kasallik. Hamda bu ziqqa sebebining o'xshamasligiga asosan, alomatlarining o'xshamasligiga asosan, xarakterining o'xshamasligiga asosan kanaycha ziqqasi, balg'amliq ziqqa, yurak manbalik ziqqa deb 3 cho'ng turga bo'linadi. Uning hammasining asosiy sababi bir qancha xil bo'lib, eng ko'p uchraydigan sabablardan birisi shu xilitsiz mizoj buzilish, balg'am xilitininki miqdor oshib ketishdan bo'lgan g'ayritabiiy balg'am, yana geç zaman balg'am xilitininki oshib ketishi qatorliq balg'am bilan munosabatlik sabablar bu kasallikda asosiy o'rinda turadi. Birinchi sabab. Ikkinchi sabab ziyoda sezimchanlik. Hamda ziyoda sezimchanlik shu yallig'lanish xarakterli kasalliklar bilan og'riganda yallig'ninki shu kanaycha ziqqa ichki parda, shilliq pardalarini yallig'lantirish yoki ashaga kuchish bilan o yerda suluq ishiq paydo bo'lib, ishiq kanaychaning ichidagi havo o'tadigan yo'llarni taraytadi. Taraytganlikdan bu ziqqa kesilib paydo bo'ladi. Yana birisi bu ichki pardalar suluq ishiq bo'lib bo'lgandan keyin bu ishiq osonlikcha qaytmaydi. Undan keyin shunda sovuq havoga uchrashganda yoki uning o'tkir puraqliq narsalarga yo'liqqanda, masalan, gulchichak changlari bilan uchrashganda yoki hayvonlarninki tük chiqindi moddalari bilan uchrashganda yo buzilgan, chirigan bunda sessiq puraqliq narsalar bilan uchrashganda bu qo'zg'aydi. Qo'zg'ab yana takrorlanish xarakterli, shunga tutqoqliq dam siqilish bo'lib, shu nefesni chiqarmaslik, yana nefes elishi oson, nefes öpke içi kirib bo'lgandan keyin öpke ichidan chiqmoqi, ya'ni chiqish nefes chiqarish xarakterli nefes qiyilishish buning asosiy alomati bo'lib, ichidan nefes chiqarolmaydi. Hamda bu kasallikninki shunda bo'lishdagi sababi birisi nimaninki uzoq muddat yallig'lanish, haliqi puraqqa bo'lgan sezgurligi eshib ketish, undan keyin xilitlarning g'ayritabiiy o'zgarishi, mizojning g'ayritabiiy o'zgarishi qatorliqlardan kanaycha ichidagi shilliq pardalarninki sezimchanligi eshib ketib, odatdagidek bir sezimgimi uningga inkas qaytirishi alayda kuchlik yoki alayda ziyoda bo'lganlikdan spazmlanib qilish sababli nefesni ep bo'lgandan keyin ichidan nefesni chiqarmaydi. Shunga nefes chiqarish xarakterlik, nefes chiqarolmas xarakterlik nefes qiyilishish mushu ziqqa kasalligining asosiy alomati bo'lib hisoblanadi. Endi undan boshqa irsiyat omilimi bu kasallikninki asosiy sabablari hisoblanadi. Chunki o'sha ziqqa kasali bilan og'riganlarninki 25% ota-onasida ya urug' tuqqanlarda ziqqa kasali balada bo'ladiganligi statistik ma'lumotlardan nima bo'ldi, oshkorlandi. Statistik ma'lumotlardan buni ko'rib olg'ili bo'ladi. Bunun için biz 25% bunu uchraymiz. Yeni birisi üçüncü alameti ruhiy kayfiyat normalsizlikdan bo'ladi. Yani ruhiy kayfiyati normalsiz, ciddi yoki shu psixika sapasi tuman bo'lgan kishilarda azroq ruhiy jihatdagi zarba yoki o'y fikr yo jiddiylik yoki anda qo'rqish yo ansirash, andish qilish degandek ko'ngil bearom bo'ladigan
ishlarga uchirgan vaqtida bu nafas ziqqa tutadi. Yana u vaqtida jiddiylashish bo'ladi. Shu nerv sistemasi orqali, nervning jiddiylashishi orqali biz yuqorida degan, ya'ni kanaycha ichki pardalarininki spazmlanishi yana bo'ladi. Yana o'xshashlam tutqoqliq dam siqilish, nafas chiqish xarakterlik, nafas qiyinlashish ko'rilib, yallig'lanish paydo bo'ladi. Nafas siqilish bo'ldi. 5-chi alomati, yana bir turdagi alomati bo'lsa, nima? Sababi bo'lsa, shu yuqumlanish. Yuqumlanish va nazla xarakterli kasalliklardan bo'ladi. Hamda bu yuqumlanishda yuqumliq kasal bo'lib qolish. Hamda buning ichida shu yuqumliq zukam, ondan keyin menga ojizlikdan bo'lgan menga sezgurlik eshib ketish yoki burun yallig'idan bo'lgan burun sezgurlik eshib ketish, allergiya deb qo'ydi. Hozir shu allergiya degan sezgurlik eshib ketishdan bo'lgan kasalliklarda mengadan kelgan suyuqlik burun orqali chiqib ketmay, shu havo yo'llari orqali o'pkaga ketadigan yo'l orqali shu kanaychalarga tegish, kanaychalarni zaxmlantirish, kanaychalarni yallig'lantirish, kanaychalarningki sezgurlikini oshirib o'tish qatorliq sabablar bilan ziqqa kasali barliqqa keladi. Buning hammasida kanaycha ichki perdeler, yani shilliq perdeler yallig'langan siri uning sezgurligi eshib, azroq so'qoqliq yoki azroq buzuq havo, o'tkir puroq qatorliqlarga bo'lgan sezgurlikka oshganlikdan u da tarish bo'lib yoki spazm bo'lib, shu tuqoqliq dam siqilish, nafas chiqish xarakterlik nafas qiyinlashish, ko'krak og'rish yoki ko'krak chirqilish, undan boshqa yo'tal qatorliq mushu alomatlar kelib chiqadi. Hamda yo'tal bo'lgandan keyin azroq balg'am chiqarib, u kasal o'zidan asliga kelib qoladi, ammo tutqoqliq holatda davomli tutadi. Buni qo'zg'atuvchi omillar ashuna bo'lib bo'lgandan keyin qo'zg'atuvchi omillar bo'lsa, shu zukam, nazla, yuqumliq kasalliklar, ondan boshqa tamaki chekish, tamaki puroqlari, undan keyin yuqorida deganga o'xshash sovuq havo yoki buzuq, chirindi buzilgan, chirigan bat puroq binasini qurash yoki nam, zaykash yerda uzun muddat yashash qatorliq shu dura, ukol qatorliqlarningki purg'ini purash deganga o'xshash shu puroq orqali qo'zg'aladi. yoki qo'zg'alish, qo'zg'atuvchi omillar bo'lib hisoblanadi shular. Endi ruhiy jihatga jiddiylikmi? Abay degandek, shu kasalni qo'zg'atuvchi omil bo'lib hisoblanadi. Shu shu narsadan qo'zg'atuvchi omillardan agar ziqqa kasali diagnozi aniq bo'lgandan keyin qaysi xildagi qo'zg'atuvchi omil shu ziqqa kasaliga yoki tutqoqliq dam siqilishga sabab bo'lgan bo'lsa, shundan uzoq turishga tirishish